Uy sotib olyapsizmi? Unda shoshilmang. Bugun O'zbekistonda ko'p qavatli uylar jadal qurilmoqda. Quruvchi firmalar ko'pincha odamlarni katlamon bosqichida arzonroq bo'ladi deb pul berishga undaydi. Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda ko'plab fuqarolar aldanib qolib, uydan ham, puldan ham quruq qolmoqda. Aldanib qolmasligi uchun 4 qadam. Birinchi navbatda firmani tekshiring. Qurilish tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik shaxslar reyestrida rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Qurilish faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyasi bor yoki yo'qligini davlat xizmatlari portali orqali tekshiring. Oldingi loyihalari, bitirgan uylar va mijozlarning fikrlarini o'rganing. Ikkinchi qadam, shartnomani qonuniy qiling. Shartnomani notarius orqali tuzing. Unda muddat, maydon, narx va qaytarish shartlari yozilsin. Eslab qoling, oddiy kvitansiya yoki tilxat sizga hech qanday yordam bermaydi. Uchinchi qadam, sug'urta va kafolat, ya'ni qurilish sug'urtalangan bo'lsin, huquqiy ro'yxatdan o'tkazilsin. To'rtinchi qadam, mustaqil mutaxassisga murojaat qiling. Shartnomani rasmiylashtirishdan avval advokat yoki yuridik maslahatchiga murojaat qiling. Bir qarashda kichik banddek ko'ringan narsalar sizga keyinchalik millionlab zarar keltirishi mumkin. Esda tuting, arzonroq bo'ladigan va'da ortida ko'pinchalik firibgarlik yashiringan bo'ladi. Pulni berishdan oldin qonuniy asoslaringizni mustahkamlab oling. Bu sizni keyinchalik moliyaviy yoki huquqiy xavfdan himoya qiladi.